Hikoya qilinishicha bir mohir tikuvchi nabirasiga hayotiy saboq bermoqchi bo'ldi. Yangi kiyim tikish asnosida qimmatbaho qaychisini olib, katta bir matoni kichik bo'laklarga bo'lib tashladi. Qirqi bo'lishi bilan qaychisini oyog'i ostiga, yerga otib yubordi. Keyin igna ipni olib, bo'laklarni bir-biriga ulab, kiyim tika boshladi. Ignadan foydalanib bo'lgach, uni sallasiga qadab qo'ydi. Bola boboning bu ishidan taajjublanib, "Bobojon, nega qimmatbaho qaychini yerga uloqtirdingiz-u? Arzimagan pulga bir talayini beradigan bir ignani boshingizdagi sallaga qadadingiz?" deb so'radi. Bobosi javob berdi. Qaychi qimmatbaho bo'lsa-da, bo'linishga, ajratishga ishladi. Igna kichik va qiymati arzimas bo'lsa-da, u bo'laklarni jamlashga xizmat qildi. Bu ishimning hikmati shuki, yaqinlik, birodarlik, totuvlikni buzishga, o'rtani uzishga uringanlarning qadrini aslo ko'tarma, garchi ular boy, mansabdor bo'lsalar ham.